Mana shu formalar bor-ku, har bittasi agar noto'g'ri bo'lib qolsa nima bo'ladi, Aziz? Brak bo'ladi. Brak bo'ladi, formaga tushadi, to'g'rimi? Azizjon formaga tushadi. Anchasiga tushgan, hozir ancha spesial bo'lib qoldi. Ko'pchilik shunday bosib berasizlar, bo'ldi-ku deyshadi, shunga shuncha pulmi deyshadi. Har bitta agar mana shu ko'chib qolsa, sizlarning ko'ngilingizga yoqmasa, o'sha forma bizga brak bo'lib qoladi. Sota olmaymiz yoki so'lchun 200 minglik formani 50 mingga sotishimizga to'g'ri kelib qoladi. Mana har bitta ishi o'zini qiyinchiligi bor. Nechinchi yil formasi Aziz bu? 2016. 2016 ekan. Qani, keyin mana ko'cha so'raman. Bismillah. Qani. Hop. Ronaldoning prime davrlari bo'lgan bu. Qiyinchiligi bor, mana ko'rasizlar. Mana ketyapti. Boshqatdan bosasangiz endi? Boshqatdan bosiladi. Ko'rdinglarmi? Mana живой sizlarga ko'rsatyapmiz. Bu oson ish emas. Bunda bossa chiqdi emas. Mana bunaqani original nomerlarda ozgincha qiynaydi. Mana bu yana bosiladi. Bu yerda zakazlarimiz bor, bu yerda komandalarga qilishyapti. Ko'rasizlar printlar bo'yicha ham mana Azizjon va Muzaffarbek shug'ullanishyapti.